Assalomu alaykum, ismim Sadoqat. O'zbekiston Milliy universiteti bakalavr bosqichini tamomlab, hozirda Avstraliyaga magistratura o'qishga oilaviy ketyapmiz. Oilaviy ketish uchun men talaba bo'ldim va turmush o'rtog'im dependent vizaga topshirdi va bir vaqtning o'zida ishlash huquqiga ega bo'ldi. Avstraliyaga borib yashash bizni azaldan niyatimiz bo'lgan va bunga tayyorlanib, birinchi ishni talaba bo'lishdan boshladik. Chunki bu Avstraliyaga borishning eng ishonchli va oson yo'llaridan biri. Qabul qilingan universitetim Central Queensland universiteti bo'lib, top 436-o'rinda turadi va o'qish uchun Sydney kampusini tanladim. Odatda magistratura yo'nalishi uchun 6,5 IELTS talab qilinadi, lekin 6 IELTS bilan ham magistraturaga qabul qilinishimda Everstudy katta yordam berdi. Barcha hujjatlarni professional tahlil bo'lganimizdan so'ng natijamizni 1 oy atrofida qo'lga oldik. Agarda sizlar ham Avstraliyada oilaviy yashab hamda top universitetlardan birida o'qishni xohlasangiz, Everstudyni tavsiya qilaman. Barchangiz bilan Sydneyda ko'rishguncha